Bismillahirrohmanirrohim. Qissatu Isa fil Qur'ani. Qur'ondagi Isa alayhisalomning qissasi. Thumma aradu qatlahu va takhallusa minhu. So'ngra mana bu yahudiylar Isa alayhisalomni qatl qilishlikni va undan xalos bo'lishlikni xohlashdi. Fahamahu Alloh va radda kaydahum alayhim. Alloh taolo Isa alayhisalomni himoya qildi va ularni yahudiylarni hiyla-nayranglarini o'zlariga qaytardi. ورفعه إليه وكرمه وإيسى عليه السلام o'z huzuriga ko'tardi وكرمه وuni ulug'ladi. اقرأوا قصته في القرآن وقرآندagi إيسى عليه السلام qissasini o'qingiz. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Eslang, ey Muhammad alayhisalom. Farishtalar aytdiki, ey Maryam, albatta Alloh taolo senga o'z huzuridan bo'lgan bir so'z bilan senga bashorat beradi. Uni ismi Masih Iso ibn Maryamdir. Maryamning o'g'li Isodir. Vajihan fid dunya. Dunyoda u obro'li bo'ladi. Va dunyo oxiratda obro'li va minal muqarrabin va Alloh taologa yaqin bo'lgan kimsalardandir. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. insonlarga beshikda-yu va o'smir yoshda bo'lganda ham insonlarga gapiradi va u solihlardandir. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maryam onamiz aytdiki, ey Parvardigorim, qanday menga bir bola bo'ladi? Holbuki menga biror bir inson tegmagan bo'lsa. Qala kazalikallahu yakhluqu ma yasha. Aytdiki, mana shunday Alloh taolo xohlagan narsasini yaratadi. Ida qado amron, agar bir ishni nima dedi taqdir qilsa yoki iroda qilsa, agar Alloh taolo biror bir ishni iroda qilsa, unga bor yo'g'i bo'l dedi va u ish bo'ladi. Va yuallimul kitaba val hikmata vat tavrata val injil. Va Alloh taolo Iso alayhisalomga yozishni va hikmatni, Tavrot va Injilni o'rgatadi. Va rasulan ila bani Isroila. Va uni Bani Isroilga payg'ambar qilib jo'natadi. Anni qad ji'tukum bi ayatin min robbikum. Iso alayhisalom aytadiki, men darhaqiqat men sizlarga Parvardigoringizdan ochiq oydin oyatlarni olib keldim. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri. Men sizlarga qush timsolini loydan sizlarga yarataman. Va unga puflayman va u Alloh taolaning izni bilan tirik qush bo'ladi. Va ubriul akmaha val abrasa va uhyil mauta bi idnillah. Va Alloh taolaning izni bilan pesni, akma ko'r degani, abros pes degani, ko'rni va pesni nima qilaman? Davolayman va o'likni tiriltiraman. Va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum. Va sizlar yeydigan narsani va uyingizda zaxira qilib olgan narsalaringizni sizlarga xabar qilib beraman. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Albatta mana shu narsa sizlarga ochiq oyat alomatdir agar sizlar mo'min bo'lsangiz. Va musaddiqan lima bayna yadayya min at-tavrati. Va o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi bo'lgan holatda. Va liuhilla lakum ba'da allazi hurrima alaykum. Va sizlarga harom qilgan narsalarni ba'zisini sizlarga halol qilishlik uchun keldim. Va ji'tukum bi ayatin min robbikum. Va Parvardigoringizdan bir oyatni olib keldim. Ya'ni oyat Qur'on kitobi olib keldim. Qur'on bo'lsa o'sha Injilni olib keldim. Fattaqulloha va ati'un. Allohga taqvo qilinglar va menga itoat qilinglar. Innalloha robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Albatta Alloh taolo meni va sizlarni Parvardigoringizdir. Va unga ibodat qilinglar. Mana bu to'g'ri yo'ldir. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله.
Qachonki Iso alayhissalom ulardan kufrni sezib qolgach, aytdiki, Alloh taologa menga kim yordam beruvchi? Ya'ni Alloh taoloning diniga menga kim yordam beruvchidir? قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Havoriylar aytdiki, biz Alloh taologa yordam beruvchimiz. Ya'ni Alloh taolaning diniga yordam beruvchimiz. Alloh taolaga iymon keltirdik va biz musulmon ekanligimizga guvoh bo'lgan deyishdi. Robbana, Parvardigoro, amanna bima anzalta. Sen nozil qilgan narsaga iymon keltirdik. Vattaba'na rasula va payg'ambarga ergashdik. Faktubna ma'ash shahidin. Bizni guvohlardan yozib qo'ygan. Va makaru va makaralloh. Yahudiylar makr hiyla qilishdi va Alloh taolo ham makr hiyla qildi. Vallohu khayrul makirin. Alloh taolo makr qiluvchilarni zo'ridir. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Eslang, Muhammad alayhissalom Alloh taolo aytdiki, ey Iso, men seni vafot ettiruvchiman va seni o'z huzurimga ko'taraman va kofir bo'lgan kimsalardan seni poklayman va qiyomat kunigacha senga ergashgan kimsalarni kofir bo'lgan kimsalardan ustun qilaman, ja'ilu qilaman deydi. Tumma ilayya marji'ukum. So'ngra menga qaytasizlar, ya'ni qaytadigan joylar so'ngra menga deyapti. Fa ahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sizlar unda ixtiloflashgan narsada sizlarni orangizda hukm qilaman. Ammo kofir فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ammo kofir bo'lgan kimsalarni esa dunyo oxiratda qattiq azob bilan ularni azoblayman va ularga biror bir yordam beruvchi bo'lmaydi. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Ammo iymon keltirib solih amal qilgan kimsalarni esa ularni ajrlarini to'la to'kis beraman. Alloh taolo beradi deymiz. Allohu la yuhibbu zolimin. Alloh taolo zolim qavmlarni, ya'ni zulm qiluvchi kimsalarni yaxshi ko'rmaydi. Zalika natluhu alayka minal ayati va zikril hakim. Mana bu sizga tilovat qilayotgan qissa oyatlardan va hikmatli eslatmalardandir. Inna matala Isa indallohi kamatali Adam. Albatta Isoni misoli Alloh taoloning huzurida Odam alayhisalomning misolidek. Xalaqahu min turabin. Uni tuproqdan yaratgan. Thumma qala lahu kun fayakun. So'ngra unga bo'l dedi va u bo'ldi. Al-haqqu min robbika fala takun minal mumtarin. Parvardigoringizdan bo'lgan haq so'zdir. Bas shak shubha qiluvchilardan bo'lmang deb aytayapti.